Sizlarga Amerikani oddiy bir odamlaridan birini ko'rsataymi? Mana Porsche Carrera GT 911 turboni bilan yetib olib o'qidish. Mercedes Geländewagen, ya'ni biz tilda Gelik yoki Pedik tortib ketyapti, bu qaranglar. Nimaga kuritoylar Gelikda mina qilib yuradiganlar aravasiga Porsche Carrera GT 911 turboni qo'yib olib ketyapti. Suka, traktor sifatida ko'ryapti Gelikda. Amerikaliklarda fikrlashi. Biznesmen bo'lsa kerak yoki yaxshiroq joyda o'qib bitirgan bo'lsa, yaxshiroq ishda ishlasa kerak-da. O'zbekni fikrlashi. Birovlarda haqqini yegan haromxo'r toshot. Amerikaliklarda shu yo'ldagi etiketiga qoyil qolaman deb probkada ketsa mayli, lekin oldiga mana traklarda yo'lga suqilmaylik deb sabr qilib ketishyapti, bir-birini onasidan ketmasdan yoki qiz bola bo'lsa yo'lini siqmasdan, men qo'rqmayman, qiz boladan menga hech narsa qila olmaydi-yu demasdan mana sabr qilib probkada ketishyapti. Bizda shu qizlarga hujum qilishni bilishadi yoki nomer viloyatniki bo'lsa ashlarga hujum qilishni bilishadi xolos. Qaranglar, o'zimning liniyamda chiroyli ketyapman. Mazza, amerikaliklar men sizlarni yaxshi ko'raman.